Assalomu alaykum ustoz, kursdoshlar. Biz santexnika отопление yo'nalishida xizmat ko'rsatamiz. Ya'ni ustamiz. A nuqtani $3000 qo'ydik. Bungacha $3000 qo'ygancha qancha topishimizni ham hisoblab ko'rmaganmiz. Hisoblab ko'rsak 3000 atrofida ekan. Keyin darsdan olgan narsalarni, instrumentlarni qo'llab, natijaga 6000 bir nuqta qo'ydik, erishdik. Yana bitta narsa, qarz daftar yuritmaganmiz biz. Hammasi kallada bo'lgan. Ko'chada ancha pullarimiz bor. O'shandan dars jarayonida $2000 undirdik. Zo'r. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga, assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. O'zi kelishdan maqsad pul topish emas edi. Ko'p muammolarimiz bor edi, o'sha muammolarga yechim topdik. Qisqacha aytaman, yechimimiz shundan bo'ldiki, bu yerga kelgan payt siz aytgandek, biz o'zimizni shunday chustlik qildikki, akvarium ichidagi baliqqa o'xshatdik-da. Siz okeangacha bo'lgan yo'lni ko'rsatib qo'ydingiz. Rahmat ustoz. Salom.